Akalar, har doim ham iltimosli video qilmayman. Bu safar shu ko'rgan bolanglar uchun video qilishga qaror qildim. Sababi siz bilan bizni arzimagan 5000 so'm, 10000 so'm, 50000 so'm pul bilan bir kun obed qilmasdan turib shu bolani hayotini saqlab qolishimiz mumkin ekan. Shuncha obunachimiz bor. Obunachilarimizning ichida saxovatli, boy akalarimiz bor. Birra bersa 10 qaytib kelishni bilishadigan akalarimiz bor. Shu akalarimizga iltimos bilan chiqaman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, to'liq tushunib olasizlar. Video kengroq tarqalishi uchun shu videoga bitta like bosib qo'ying va himmati bor tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Tanishinglar, Samir yoshlari 21 da. Bundan 2 yilcha oldin saraton kasalligi bilan og'riganlar va mana shu taraf qo'llari saraton kasalligiga uchragan. Va doktorlar aytishganki, bo'ttiga chirayotgan suyini olib tashlab, oyoqdagi suyini o'tkazish kerak deyishgan. Qo'lingizni bitta ko'rsatib oling. Endi ko'pchilik shubha qilishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Ko'rasizlar mana qo'llarini mana shu yerdan kesib, hozir mana mashincha suyalarini oyoqlaridagi suyadan olib bu yoqqa o'rnatishgan. Operatsiya bo'lib o'tgandan keyin, Toshkentga yana qaytib kelganlardan keyin saraton kasalligi o'pkalariga o'tib ketibdi. Hozirgi kunda o'pkalari saraton kasalligi bilan kasallangan va buni ham operatsiya qilib inshaalloh tuzatsa bo'lar ekan. Operatsiyani Hindistonda amalga oshirish kerak ekan. $50,000 pul kerak ekan. Aytayman, aka, mana shu $1, $2 bilan 50,000 ta odam tashasa yoki 20,000 ta odam tashlasa ham mana shu summa xudo xolisi yig'ilib qoladi. Samir, inshaalloh obunachilarimiz, himmatli, saxiy, boy akalarimiz juda ham ko'p. Yordam beramiz, xudo xolisi. Siz bilan xudo xolisi tuzalib ketganingizdan keyin yana bitta video olamiz. Bu videoni Alloh bekorga sizga ko'rsatib qo'ymagandir. Qanaqadir signal bo'lishi mumkin. Shuning uchun 50,000 so'm bo'lsa ham o'zingizni hissangizni qo'shib oling, aka.